Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Qaranglar, bugun sizlar bilan gazli ichimliklarni nur bosuvchi ajoyib g'aroyib bo'lgan salqin ichimlik tayyorlaymiz. Qaranglar, buning uchun men videoga olgan joylarim juda ham kam bo'lgan ekan, sababi bu yoqda boshqa ishlarim bo'lganligi sababli to'liq videoga ololmadim. O'zim gapirib berishga harakat qilaman. Giloslarni terib, xohlaganinglarcha terasizlar. Men asosan shuncha terdim, keyin giloslarni yuvib, tarab, tozalaganingizdan keyin men idishga piyoz solib, uni ichiga gilos solib, gilos suvini yaxshilab siqib oldim. Sababi gilos suviga kerak bo'ladi asosan. Xo'p, keyin uni 5 litrli bakalashkaga qo'yib oldim. 5 litrli bakalashkaga qo'yganimdan keyin u idishga issiq suv quyasiz. Issiq suvga 2 piyola shakar soldim men birinchi. Uni yaxshilab eritib olasiz. Qaynagan suv bo'lishi kerak qizlar. Shakarni eritib qo'yganingizdan keyin uni yana qo'shasizlar. Qizlar, bu kamlik qiladi, chunki juda ham shirin bo'lib ketadi. 5 litrli bakalashkaga to'la qilib 2,5 piyola shakar soldim, chunki men boshida 2 piyola solgandim, keyin qarasam shakari sal kamga o'xshadi. 1,5 piyola yana qo'shdim. Qizlar, buni ariqqa qo'yardim asosan. Chunki xolodilnikka solishga juda ham issiqlik qilardi, issiq bo'ladi boshida. Xohlasanglar boshqa salqin joyga, biron bir idishga sovuq suv quyib, uni ichiga solib qo'ysanglar bo'ladi, yoki ko'chada grantillar bo'lsa, grantillar tagiga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, yoki asosan ariqqa qo'yaman. Ariqqa tashlab qo'ygan dadam ishdan kelishiga tayyor bo'ladi, muzdekkina suv bo'ladi. Juda ham ajoyib shirin. Ko'rinishini qaranglar, qizlar, juda ham chiroyli bo'ladi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar, tayyorlab ko'rganlar baho berib baholab qo'yinglar.